Tamam. Нормально, что ты поздравляю. Спасибо. Что там? Интернет. Yo'q o'rtog'im. Assalomu alaykum do'stlar, aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Kechagi Odilxon bilan To'xtar o'rtasidagi bahsli munozarani ikkinchi qism videosi bo'ladi. Ushbu videoda turli xildagi fikrlar o'zgargan hamda holatlar ham balki o'zgargandir. Chunki Odilxon o'zi Toshkentga keldi. Xo'p, kechagi bahsni ko'pchilik PR deb o'yladi. Balkim PR bo'lishligi mumkin. Chunki bu MMA, ushbu MMA'da shoular va trishtoklar bo'lishi turgan gap. Lekin bu darajada bo'lishligi kerak emasdi, chunki erkak kishini shapaloq bilan urish balki g'ururiga tegardi deb o'yladim. Yana bilmadim. Xo'p, Odilxon bilan To'xtar o'rtasidagi trilogiya bo'lishligi kerak. Ya'ni bilasiz, xabaringiz bor. Odilxon bilan To'xtar oldin ham oktagonda uchrashgan. Bir martasida Odilxon yutgan va bir martasida To'xtar yutgan. Biz 3-trilogiyada Odilxonga omad tilab qolamiz. Qo'li baland kelishligini va o'sha jismonan shug'ullanib, qaysidir ma'noda o'z kuchini isbotlab qo'yishligini ko'ramiz. Va aziz do'stlar, Odilxon o'z fikrlarini aytib o'tgan, ya'ni kechagi video bo'yicha, ya'ni so'nggi video deb o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Video davomida ko'radigan bo'lsak, Odilxonning fikrlari hamda Humoyun To'xtamurodov fikrlari. Humoyun To'xtamurodov aytganki, O'zbekistonda ham oktagon ligaga o'xshagan kuchli liga o'sha ochilishligi kerak. Chunki o'zbek sportsmenlari O'zbekistondagi ligalar orqali chiqadigan bo'lsa, qaysidir ma'noda o'zimizga ham yaxshi deyilgan. Gap qisqa qilaman, videolar ketma-ketligini ko'ring do'stlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Janjal mavzusiga qaytamiz. Assalomu alaykum. Bu oxirgi video. Bilasizlarmi, To'xtarning kechagi qilig'idan hayron bo'lmadim. Sababi oldin ham xuddi shunaqa holat qilgandan keyin bavrim kechir deb Alloh uchun kechirim so'rab kelgani uchun menda vaziyat bo'lsa ham men unga qaytarib zarba bermaganman. Sababi bizda shunaqa, bosh egilgan boshni qilich kesmaydi. Nimadir ish bo'ladigan bo'lsa, uzrimiz bor, to'g'risi. Lekin bunaqa yurak tutib kelish bu itga emas. Menimcha bunaqa shakallik buni qonida. Ikkinchidan, bu vaziyatda aybdor Sultan va men. Faqatgina ikkalamiz aybdor. Chunki Sultan mas'uliyatsizlik qilib vaziyatni hisobga olmagani aybi, meni esa aybim unga ishonganim. Uchinchidan, hech qanaqa talpa bo'lmadi deb Sultan aytayapti. Bu yoqda Kamil talpa bo'lib ketdi deyapti. Agar telefoninglardagi videolarni ko'tarishinglarga duxinglar yetmasa, o'sha ABB Arena hamma tarafi kamera, o'sha kameralarni ko'taringlar. Qani xalq, o'zbek millati, o'zbek millati, o'zimizdagi odamlar sizlar praf ekaninglarni, seni praf ekaningni bir ko'rishsin ular. Ligani barcha rekordlarida ismim borligidan xursandman. Liga endi top darajaga chiqdi, tanildi. Endi menimcha men kerak emasman. Endi sizlarning yangi proyektinglar bor. Sizlar nima desanglar qiladigan odamlar bor. Qani men zavq bilan tomosha qilaman o'sha rekordlarni, mendan keyingi odamlar zaft etishini. To'g'risi. Ligada meni yaxshi ko'radigan insonlar bor. O'zini ishini ustalari. Meni ularga hech qanday pretenziyam yo'q. Xullas, To'xtarni men bilan qayta urushga duxi yetmaydi. Agar ovqatimga bir narsalar qo'shib berib o'tgan safargiday yoki bir qanaqadir bir xeyterlik qilib ilojini topmasa, 5 raund jangga buni yuragi yetmaydi. Shunday ekan, meni bu ligada boshqa qiladigan ishim qolmadi. Men sizlarni sog'inaman. Sizlar bilan o'tgan vaqt sarguzashtlarga boy bo'ldi. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. El Clasico yaqin. Qaysi ma'noda? Men o'zim El Clasico tarixidagi El Clasico chuqurlashishiga sabab bo'lgan Luis Figoga o'xshatyapman. Bu gapning ma'nosini futbol muxlislari menimcha tushunishdi. Shunday ekan, ajoyib voqealar oldinda. Biz mehnatda davom etamiz. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Liga ochish imkoniyati bor. Buni hamma yaxshi biladi. O'zbekistonda agar shunaqa liga ochilib, butun O'rta Osiyo emas, butun dunyo bayislari O'zbekistonga kelib jang qiladigan darajada liga ochilsa, bizni xalqimiz juda ham mehmondo'st xalq. Mana masalan, men Qozog'istonda yuraman. Nurbek Qarabala, Nayza ligasi prezidenti, Jandarbek do'stim, Ginoyat, hamma do'stlarim meni o'zini
radnoyidek ko'rib, juda ham yaqin olib kutib oladi. Mынандай жылауықты бірінші рет көрдім мен. Алған бір-ақ шапалақ. Не үшін алғанын да біледі ол. Көп сөйледі, өте көп. Бір жыл бойы ауыз жабылмады ғой, видео, неше түрлі видео салды. Сол үшін жегені бір-ақ шапалақ. Соны, короче, талпамен ұрды мені деп видео салып, өзбектер қайдасыңдар, бірдеңе анау. Ақмақ та, ақмақ. Өзінің конфликтін халықтың конфликтіне айналдырып жібермекші. Жаңа Адилхон деген бар ғой. Өте ақмақ. Tekinashga borishning oqibati shunaqa bo'ladi. Keyin yakkalaydi deysan, Odilxon sen ham. Biratishga sen menga keraksan hali. Biratishga keraksan sen. Qozog'istonda nima bor senga? Hali revanchimga keraksan. Octagon Liga mana shu gapim eshitayotgan bo'lsangiz, Odilxonni asrangizlar. Hali men revanchimga kerak bu. Nima bor Tekinashga mana? Yetkazib qo'ylar do'stlar.